Biz musulmonlar her tarafdan kelayotgan turli fitna sinoqlarga duch kelyapmiz. Masjidga boray desam, terrorchilarning yeniga bodi deb qalamo. Saqal qo'ysam, hijob kiysam, qaloq deb qalamo. Har kuni sahar suhurliqqa turganda o'ylab baqing, bu chaqda tura olishingiz kimning yordami? Kunduzlari qursiqingiz och tursa, tilingiz suvga zor tursa, yana qandoq qilib Qur'on o'qiy olasiz? Bu kimning kuchi? Undaqda biz bu fitnalarga qanday taqobil tura olamiz? Shuni bilingki, bu fitnalar yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon ibodatda usul ko'p fazilatga boy. Aziz qarindoshlarım, bu mübarek Ramazan ayının oxirgi kunlarida sizlar bilan hayotimizdagi eng muhim masalalarning birini o'rtoqlashmoqchiman. Bugungi dunyoda biz musulmonlar har tarafdan kelayotgan turli fitna sinoqlarga duch kelyapmiz. Xuddi ro'zining ochliq va usuzligi bizning sabr toqatimizni sinagandek, bu fitnalarmo bizning iymonimizning qanchalik mustahkam ekanligini sinayotdi. Endi o'ylab baqinglar, hayotimizdagi boshqa sinoqlarmi xuddi ro'ziga o'xshash emasmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda bu sinoqlarning hikmatini bayon qilib, liyumayyizallohul xabisa minat-tayyib, Alloh taolo nopokni pokdan ayirish uchun deb bayon qilgan. Bugungi fitnalarning turlari intayin ko'p qarindishim. Siz bugun qanday fitnalarga duch kelyapsiz? Birinchidan pul boylik dedi. Ko'pinchimiz halol yo'lda pul topay desam, pul topmoq tez, harom yoki shubhilik yo'l oson deb qolamiz. Ashundaq chaqlarda iymonimizni saqlash intayin tezki to'xtaydi. Ikkinchidan boshqalarning ko'z qarashlari. Masjidga boray desam, terrorchilarning yeniga bodi deb qalamo. Saqal qo'ysam, hijob kiysam, qaloq deb qalamo. Iymonda mustahkam ching tursam, mutaassib deb qalamo degandek. Uchinchidan internet, telefon fitnasi. Qo'limizda telefonlar orqali har kuni islom, qaloq, din, hadislarning hammasi yolg'on, bizga Qur'onli yetarlik degan shubhalar kelyapti. İctimai taratqularda dinimizga qartilgan hujumlar, shubhalar, saxta ma'lumotlar ko'payayotamdi. Bular iymon egalarining qalbiga vasvasa tashlayotdi. To'rtinchidan ichki bo'shliq. Ko'pinchimiz mashina, uy, kiyim-kechak deb yurib, ruhimizni och qo'yapmiz. Qalbimiz bo'sh, ruhimiz yetim qilyapti. Moddiy dunyoga berilib ketib, diniy bilimlardan yiroqlashib ketyapmiz. Natijada ruhiy bo'shliqimiz texmi cho'ng'iyapti. Undaqda biz bu fitnalarga qanday taqobil tura olamiz? Shuni bilingki, bu fitnalar sizning iymoningizni kuchaytirish uchun bir fursatdir. Allah Teala Qur'oni Karimda ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yubtanun. İnsanlar iman etdik deyish bilanlar sinalmay tark etilimiz deb o'ylamdi. Yo'q, aziz qarindishim, hammamiz har zaman, har makon sinilimiz. Men sizlarga Ramazonning oxirlarida fitnalardan saqlanish, iymonimizni qo'g'dash, uni kuchaytirish uchun 5 muhim tavsiyani qilaman. Birinchidan, tavhid aqidangizni mustahkamlang. Ro'za tutayotgan chig'ingizda o'ylab baqing. Oldingizda su, tamoq tursimi, hech kim yo'q bo'lsimi yemaysiz, ichmaysiz. Nimishqa? Chunki Alloh taolo ko'rib turadi deb ishonasiz. Endi ro'zidan sirtqi vaqtlarda Alloh hammani ko'rib turadi deb o'ylang. Uyda yolg'iz qolganda, telefonni qo'lga olganda, pul mol oldida, ishda, bozorda, hamma yerda Allohning sizni ko'rib turadiganligini unutmang. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, sen Allohni yod etsang, Alloh seni yod etadi. Sen Allohni yod etsang, Allohni sen tarafda topsan degan. Ikkinchidan, Allohning yordamiga bo'lgan ishonchingizni kuchayting. Har kuni sahar suhurliqqa turganda o'ylab baqing, bu chaqda tura olishingiz kimning yordami? Kunduzlari qursiqingiz och tursa, tilingiz suvga zor tursa, yana qandoq qilib Qur'on o'qiy olasiz? Bu kimning kuchi? Bilingki, bu Alloh taoloning sizga bergan kuch-quvvati. U sizga ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Ey mu'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga dushmanlaringlarga qarshi yordam beradi, qadamlaringlarni urush maydonlarida mustahkam qiladi deb va'da qilgan. Uchinchidan, sabab tadbirlarni qo'llaning. Ro'za tutgan
Ramazanda suhurluq yegininizdek hayatınızның başqa taraflarıdımı tedbirlik bulun. Hadisde kelgendek bir kişi ey Allah'ın elçisi tügemni bağlap qo'yib tevekkül qılaymı yoki bağlamay qo'yib birib tevekkül qılaymı deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tügangni bağlap qo'yib andin tevekkül qilgin deb javob berdi. Tevekkül demek qo'l qurishtirib o'ltirgin deganlik emas. Unutmangki payg'ambarimiz Uhud jangida 2 qat savut kiygan. Jangi mukammal tayyorlik qilgan. Shunga sabab tadbirlarni to'liq qilib andin Allohga tevekkül qilish kerak. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ularga qarshi kuchinglarning yetishicha kuch-quvvat tayyorlanglar degan. 4-dan duo va ibodatga ahamiyat bering. Ramazonning har kechasi duo ijobat bo'ladigan paytlardir. Har iftordan keyin, saharlarda, taroveh namozlaridan keyin, qorong'u kechida hamma odam uxlayotgan chog'da turib Allohga yelining. Payg'ambarimizning Allohumma laka aslamtu va bika amantu va alayka tawakkaltu va ilayka anabtu va bika khasamtu. Ey Allah, sana bo'ysundum, sana iymon etdim, sana tevekkül qildim, sana qaytdim, sening yordaming bilan dushmanlar bilan jang qildim degan duosini ko'p o'qing. Imom Shofiy rahimahulloh Allohdan mag'firat tilash qo'rg'onning sipilidir. U har qanday fitna fasoddan saqlaydi degan. 5-dan solih jamoat bilan birga bo'ling. Tarovih namozida jamoat bilan birga bo'lganingizdek, boshqa vaqtlardami yaxshi, solih, muttaqi kishilar bilan birga bo'ling. Ular bilan ilm majlislariga qatnashing, yaxshilik, ibodatlarda shirik bo'ling. Bu haqda Alloh taolo wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Robbingning roziligini tilab, attigan oqshomda uningga ibodat qiladiganlar bilan savrchan holda birga bo'lgin degan. Shundaqli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadakum ma yukhalil. İnsan do'stining dinida bo'ladi. Shunga har biringlar kim bilan do'stlashadiganliginglarga qaranglar degan. Demak, yomon do'stlar bilan birga bo'lsang, senmi yomon bo'lsa, yaxshi do'stlar bilan birga bo'lsang, senmi yaxshi bo'lsa. Shunga bugünkidek fitnalar zamonida texmi kuchlik bo'lish uchun bir-birimizga yordam qilayli. Payg'ambarimiz al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Mu'minlar bir-birini quvvatlaydigan binoning xishlariga o'xshaydi degan. Aziz qarindishim, roza fitnalardan qo'g'daydigan qalqandir. Payg'ambarimiz as-siyamu junnatun, roza qalqandir degan. Qalqan nimadan qo'g'daydi? Boshqalarning hujumidan, boshqalarning zarbisidan qo'g'daydi. Roza fitnalardan, gunohlardan, shaytonning vasvasalaridan qo'g'daydi. Qaraydigan bo'lsak, roza tutgan vaqtimizda shahvatimiz tuvallaydi, achchiqimiz oson kelmaydi, savrchan bo'lamiz. Bu ruhiy kuch-quvvatni boshqa vaqtlarga elib mangadigan bo'layli. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana va hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ey Parvardigorimiz, bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlig'in. Shubhisiz-ki sen bandalaringga atolarni bakmu beg'ishlag'uchisan. Ey Allah, bu Ramazonni bizning iymonimizni kuchaytiradigan, qalbimizni nurlantiradigan, fitnalardan saqlaydigan oy qilgin. Barliq musulmon qarindoshlarimizni o'z himoyangda saqlag'in. Ro'zimizni qabul qilgin, duolarimizni ijobat qilgin. Amin.